Bugundan men biznes lediman. O'g'lingiz baxtli yashash kerak. Menga o'rgatmang. O'zim bilaman nima qilishni. Qanaqa kelin olish. Assalomu alaykum. Nazokat Bodirovna, yaxshimisiz? Sekinroq gapir. Nimaga chaqirdingiz? Chol seyfni ochdi. Zo'r-ku. Oqib turgan soyni teskari burib yubordingiz. G'aybulla aka, men yig'ib turib bir portlayman. G'irt dangasa bo'lsang ham shunaqa ishlarni boplaysan. Kalit qani? Kalit. Siz izlagan barcha ko'rsatuv va seriallarning to'liq qismlari endi Sevimli YouTube sahifasida. Premyeralarni birinchilardan ko'rib boring. Obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib, hech bir qismni o'tkazib yubormang. Dildora kelmadimi? Yo'q, uning ishi bor ekan. Unda boshqa kun uchrashardik. Qarz bo'lishni yomon ko'raman. Men hazillashgandim. Men hazillashmayman. Mana buni ko'rib, xohlagan narsangizni buyurtma qiling. Siz yaqinlarimdan ko'ra ko'proq yaxshilik qildingiz. Men o'zi bunaqa restoranlarga hadeb kiravermayman. To'g'risi, sharoitim ko'tarmaydi. Shunga ovqatlarni ham bilmayman. Men bu yerning ovqatlarini yaxshi bilaman. O'zimiz ochganmiz. Rostdan o'zinglarnikimi? Shedichilik. Taomlardan tatib ko'ring. Juda ham mazali. Qanaqa ovqatlarni yaxshi ko'rasiz? Sizni tabizga qo'yib beraman. Go'shtmi, salatmi? Nazokat deganlari bilan qanaqa tanishsiz? Shu hunarim orqasidan avval meni salonimga kelib, yuzini parvarish qildirardi. 10 yillar avval. U paytlarda u juda ham kambag'al yashardi. O'g'lini boqishga puli ham yetmasdi. Nuqul mendan qarz olardi. Hozir boyib mensimay qoldi. Qanday qilib boyib ketdi bu ayol? 2-3 tasini sho'rini quritdi. O'zingiz ham bilasiz-ku, juda ham ayyor. Ha. Demak, u sizni sobiq dugonangiz. Shunaqa. Menga u haqida gapirib bera olasizmi? Mayli. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi? O'z oyoqlaring bilan kelsanmi? Meni ko'rgani keldingmi? Dadamni qidirib keldim. Shu yerdamilar? Yo'q, uchrashuvga ketganlar. Qanaqa uchrashuv? Bilmasam. Bittasi bilan dedilar, restorandan joy aytib qo'yganman. Ayol kishimi? Menimcha shunaqa bo'lsa kerak. Voy tavba, dadammi men bilmaydigan uchrashadiganlari bormi? Bilishimcha yo'q edi. Hayronman, topgan bo'lsalar kerak edi. Nima? Dadangni qizg'anyapsanmi? Yo'q, ne qizg'anaman. Dadam ham yolg'izlar. Bir o'zlari yolg'izlanib qolgandilar. Uyingga begona ayol kelsa, g'ashing kelmaydimi? Agar yaxshi ayol bo'lsa, onamdek qabul qilaman. Birdan rashking kelib qolsa-chi? Otam uchunchi deyman, mayli. Erkak kishi ayolsiz yasholmaydi. Ular ham erkak, e'tibor kerak. Kimdir xizmatlarini qilish kerak-ku, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Menga ham sendagi ayol kerak. Dildora, men hazillashmayapman.
Ajrashganimga 3 yil bo'ldi. Iltimos, qarshilik qilmagin. Dadam kelsa aytarsiz. Men uyda bo'laman. Yana o'zini olib qochdi. Baribir otasidan roziligini olaman. Hech ham klinikada ko'rmaganmiz. Bu yerda hamma ham ochiqchasiga kelib davolanavermaydi. Buni siz ham bilasiz. Kasalligini sir tutib yuradiganlar tiqilib yotibdi. Agar bu bolani biz qo'lga olmaganimizda, sog'lom qizga uylanib bir insonning hayotini barbod qilgan bo'lardi. Biz hozir mudhish xatoni oldini oldik. Matlubaxon, ishonmang. Bu gaplar tuhmat, yolg'on, podstava. Opa, sizni ham tergovga chaqiramiz. Xo'p. Nodira Halilovna, siz biz bilan ketasiz. Siz ham men bilan ketasiz. Qani? Yuringlar. Matlubaxon. Uyimdagilarga o'zingiz tushuntirib aytib qo'yarsiz. Xo'p. Rahmat. Shunda nazokat haqiqiy ismimi? Yo'q. Men bilganimda Malika edi. Lekin undan avval Umida bo'lgan. Yana qanaqa ismlari bor bilmayman, to'g'risi. Ismini tez-tez alishtirib turadimi? Nafaqat ismini. Kerak bo'lsa, pasportini ham almashtirib turadi. Qiyin. Buni sira iloji yo'q. U dalaydi. Hamma yerda tanishlari bor. Juda ham xini yorgan. Usti omil ekan-da. Shunaqa. Bizga o'xshab mehnatda qiynalmagan. Bir umr birovlarni qiynab, ularni ilintirib yurgan. U Sodiqni qanday qilib qo'lga oldi? Bunisini bilmayman. Menga gapirmagan. Odatda meni yordam kerak bo'lganda meni eslaydi. Boshqa payt yo'qlamaydi. Uni Sodiq bilan kim tanishtirgan? Qanday qilib tanishgan? Shularni menga bilib bera olasizmi? Mayli, harakat qilaman. Unda yana bir marta qarz bo'lib qolar ekanman-da. Afzalbek, Keling opa. sizga suddan xat kelibdi. Nima xat ekan? Mirzo Ulug'bek tumani fuqarolar sudidan. Tushunmadim. Nima kimdir ustimdan shikoyat qilibdimi? Yo'q. Hech kim shikoyat qilmagan. Ha, unda nimaga suddan qog'oz keladi? Xotiningiz ajrashish uchun sudga ariza beribdi. Nima? Ajrash uchun? Sizga shuncha aytsam ham gapimga kirmayapsiz. Domlalardan surishtiring desam ham eshitmayapsiz. O'z-o'zingizni qiynab o'tiribsiz. Mana bitta tanishimiz ichib olganida ayolimning javobini berib yuborgan ekan. Yana boshqatda nikoh o'qittirib oldi. Mana hozir yana bir oila bo'lib yashayapti. Opa. Men bu so'zni kayfda aytmaganman. Es-hushim joyida aytganman. Mayli, shunda ham bir og'iz gaplashib ko'ring. Yo'q, endi foydasi yo'q. Bo'lar ish bo'ldi. Nima endi, ajrashib ketaverasizmi?
Opani pora bilan ushlashibdimi? Shunaqa. Lekin tuhmat bo'lishi ham mumkin. Opa, qanaqa tuhmat? Qo'ysangiz-chi. Hamma bilardi-ku Nodir opani poraxo'rligini. Aniq kimdir sotgan. Kim sotardi? O'zini mijozlari sotib berganda. Nima bo'lganda ham yaxshi ish bo'lmadi. Buni pora olishdan avval o'ylash kerak edi. To'g'ri. Nafs shunaqa ekanda. Odamni ko'zini ko'r qilib qo'yar ekan. Hammada ham nafs bor. Kimdir uni jilovlay oladi, kimdir yo'q. Yaxshi ish bo'lmadi-da. Men umuman rahmim kelmadi. Battar bo'lsinlar. Tavba deb gapiring. Bunaqa gapirib bo'lmaydi. Qanaqa tillari zahar edi? Hammani qaqshatgani uchun u jazo olsin. Ha. Bemorlaringizdan xabar oldingizmi? Ha, qaradim. Mayli, boring ishingizni qilavering. Xo'p. Dada, qayerlarda yuribsiz? Tinchlikmi? Bugun maktabga borganimda kuyovingizni ko'rgandim. Hop. U meni kuyovim emas. Xullas, bugun bolalarni olib ketaman deyapti. Berma. Nega endi olib ketarkan? Unga oila kerak emas edi-ku. Men ham dadamdan so'rayman dedim. Yosh qilibsan. Odam jo'nataman. Bolalarni maktabdan olib kelishadi. Bolaning tirnog'ini ham bermaymiz. Xo'p dada, siz nima desangiz shu. Shunga meni qidirganmiding? Shunga. Dadam kim bilan uchrashib keldilar ekan? So'rasammikan? Yo'q, so'ramayman. Ko'ngillariga og'ir botmasin. Ish qilib ko'ngillariga yoqqan ayol bo'lsin-da. Assalomu alaykum dada. Qani kech o'g'lim? Va alaykum assalom. Qalaysan? Yaxshi. Yaxshi bo'ldimi dars? Ha. Necha baho olding? 5. Barakalla. Qayerga boray? Kinoga. Kinoga? Yaxshi. Bo'lmasam popkorn olib kino ko'ramiz, ha? Ha, qizim? Dada, sizni doim vaqtingiz bormi? Vaqtim bor. Sizlar uchun topaman. Oldinlari faqat ishda bo'lardingiz. Endi bu yoqqa vaqtim bor. Ha, qizim? Qani? Endi sizlar bilan ko'p aylanamiz. Muzqaymoq yeymiz. Nima desanglar olib beraman. Qani ketdik. Keyin uyga ketamiz. Opa, nima bo'ldi? Uzukni oldingizmi? Qayda? Men uzugini olmadim. Nimaga olmadingiz? Mendan astoydil kechirim so'raydilar. Men xohlagandek. Undan keyin olaman. Ungacha olmayman. Opa, meni erim bitta gul bersa, xursand bo'lib ketardim. Men sen emasman. Sen boshqa, men boshqa. Seni dunyoying boshqa, meni dunyoyim boshqa. Pochchangni ham, boshqasini ham yaxshilab tavbasiga tayantiraman, undan keyin kechiraman. Keliniz ham tavbasiga tayanib ketdi-da. Shunaqa. Men bilan yashayman deganlar tavbasiga tayanadi. Bular o'zicha alohida yashash oson. Qaynona qaynotasiz mazza qilib uchib yashayman deganda, mana ahvol.
Bir katta odam bo'lsa yonida yo'l ko'rsatib turadi. To'g'ri aytasiz, opa. Opa, bu mahsulotlar qadoqlanadimi? Ha, hammasi qadoqlanadi. Pishib chiqqandan keyin sovutiladi. Sovutilgandan keyin olib borib, o'sha burchakdan qadoqlanadi. Qadoqlangandan keyin o'zini maxsus qutilariga solinib, undan keyin sotuvga chiqariladi. Yur ko'ramizmi? Yur. Alo, Dildora. Mollarni otasi olib ketibdi. Otasi bo'lgandan keyin olib ketadi. Ota-onasi olib ketish kerak degan hujjatga qo'l qo'yib bergan ekansizlar. O'sha uchun xodimlar ham berib yuborgandi. Mayli, siqilma. O'ylanma. Birga borib olib kelamiz hali. Boy uyiga keldi. Kuppa kunduzi-ya? Ishga bormabdimi? Bilmasam, haydovchisi tashlab ketdi-ku. Xotinichi? Xotini yo'q. Boya sumkasini ko'tarib bir yigit bilan chiqib ketdi. Demak, ayni vaqti. Hozir boramiz. Qarab tur, xo'pmi? Xo'p. Voy xudoyim. Nazokatxon kelguncha qayratib sho'rva solib qo'ysammikin? O'shanda haqiqatan bir marta uning bo'yi bino bo'lib ovqat qilgan bo'lsam kerak u. O'xsharmikin, o'xshamasmikin? Endi o'xshamasa ham harakat qilamiz nazokat boni uchun o'xshatishga. Shu ayol bo'lmasa-chi, hayot men uchun yo'qdek, qop-qorong'idek. Ishtaham ham yo'q, kayfiyatim ham yo'q. Tili shirin. Xo'p bo'ladi. Go'zalim, jonim. Joning sog' bo'lgur. Baxtimga omon bo'lsang bo'ldi. Mayli qani. Ovqat qilsak bizda. Kiyimlarimni almashtirib olay, yo'q beraman. Qani. Aka, shu ahvolda ham ishga keldingizmi? Ha. O'ylab qarasam uyda yota olmas ekanman. Yaxshi qilibsiz. Ishchilar bizga bo'ysunmayotgandi. O'zi ishchilar qoldimi? Bor, lekin asosiy ish qiladiganlar ketib qolishdi. Ancha orqada qoldik. Mana qarang, ishimiz to'xtab qolgan. Men boshqa brigada bilan gaplashdim. Ular kelishyapti. O'shalar bilan ishni tezlashtirib tashlaymiz. Bir haftadan keyin tekshiruv keladi. Qurilishni sifatini tekshirib ketishar ekan. Kesin. Biz halol ishlaymiz. Betonni ham ayamasdan quyyapmiz. Bu uylar kamida 100 yil xizmat qilish kerak. Pishiq puxta qurilmasa,
ertaga odamlarni qarg'ishiga qolamiz. Qarg'ish shunaqa narsaki, hatto o'lib ketsang ham orqangdan qidirib boradi. Ham o'zingga uradi, ham bolangga uradi. Shuni doimo esingda tut. Har doim shunaqa eslatasiz. Qani edi, agar mana shu so'zni har bitta quruvchi, har bitta ishchiga ayta olsam. Shunda vijdon bilan ishlarmidi? O'zi aslida juda ham savobli ishni boshidamiz. Yo'l qurgan, uy qurgan, buni savobini tengi yo'q. Ish qilib, savobni gunohga almashtirib qo'yishmasa bo'ldi. G'aybulla aka, ish tashlab ketgan ishchilaringiz qaytib keldi. Kelinglar. Bu qochib ketgan sotqinlar yana qaytishibdi-ku. Monoxon ancha hayallab qoldi. Mayli. U keyincha ham bir seyfimni ochib, kuch-quvvatga to'yib olay. Keyin shiringina qilib bitta ovqat qilaman. Bular meni quvvatim bo'ladi. Shular bor ekan men hayotman. 33 tomirimga Xudoyim quvvat beradi. Chunki bu narsa ko'p narsani hal qiladi. Insonning kuchi mana shu. Shunga ishonmoq kerak, suyanmoq kerak. Nima qulflab oldingiz? Oyi, oching. Nima? Nima deysan? Oching, oyi, nimaga baqirasiz? Shunday jonimga tegib ketding, bor ishingni qil. Xo'p, qarashib o'raman. Kerak emas, bor yo'qol, o'zim chaqiraman. Oyijon, xo'p deng. Oy, xudoyim, ey, yo'qol. Sizda gapim bor-da, oyi. Kutib tur. Yangilik ham bor. Tez gapiraman, keyin bo'ldi. Ha, bo'pti, gapir. Hech shakaging o'tsin, parazit. Nimaga so'kasiz? Tur o'sha yerda chiqaman hozir. Oyi, men ham qarashib o'ray. Oyi. Oyi, oching. Voy, xudo, adashtirib yubording-a, palakata. Uf. Opa, Zafar Aliyevni tanirmidingiz?
Yo'q, tanimayman. Nimaga unda tanimagan odamingizdan pul talab qildingiz? Men hech narsa talab qilganim yo'q. Ma'lum miqdordagi pulni olmagunizcha hujjatga qo'l qo'ymagansiz. Men unga shunchaki yaxshilik qilmoqchi bo'lib qo'l qo'yib berdim. Keyin o'zidan o'zi pul chiqardi. Nimaga qaytarib bermadingiz? Men tushunmay qoldim. Ochig'i, nima qilishimni bilmay qoldim. Aybingizga iqrormisiz? Yo'q, meni hech qanaqa aybim yo'q. Iltimos, meni qo'yib yuboringlar. Opa, tan olsangiz jazoingiz yengillashadi. Men hech qanday pul olmadim. Hech qanaqa pul so'ramadim ham. Iltimos, to'g'ri tushuning. Meni qo'yib yuboringlar. Endi bu meni qo'limda emas. Bu yog'ini sud hal qiladi. Bonu. Meni qayritma sho'rvamni ichmabsiz? Dunyoga kelmabsiz. Sayrab oladi bu sho'rva. Hozir ovqatni mo'talatib qo'ysak, jonon bo'ladi. Bonuxon kelsalar, kelamiz. Mazza qilib ichib olamiz-da. Bonu. Boy. Qozon tovoq o'zingga qoldimi? Boshingga bitta zarin ro'mol o'rab, etagingga atlashton kiyib olmabsan-da. Begonani uyiga qanaqa kirib keldilaring? Men ocholmaydigan eshigim, kira olmaydigan uyimni o'zi yo'q. Nima, xabaring yo'qmidi? Birovni uyiga beruxsat kirish bu yaxshi emas bu. Birovni oilasini buzib yuborish-chi? Yaxshi ishmi? Alo. Nazokat Botirovna. Labbay. Sizni shef chaqiryaptilar. Hozir bora olmayman. Men siz ish qilishni o'rganinglar. Sodiq Turunovich uchrashuvlarni bekor qildilar. Menga nima? Xohlagan ishlarni qilsinlar. U yerda hamkorlar kutib o'tirishibdi. Hammasi katta odamlar. Men ham katta odamman. Kerak bo'lsa kutishadi. Mayli opa, o'zingiz bilasiz. Men shunchaki xabardor qilib qo'ydim. Rahmat. Mana endi o'yingdan chiqsam ham bo'ladi. Cholni qolgan mol-mulki o'ziga. Men oladiganimni olib bo'ldim. Vaqt borida bu yerdan surish kerak. Pichog'ingni qo'yib tur. Senga bir narsa olib kelganman. Menga sendan hech narsa kerak emas. Do'stligimizni haq hurmati seni ogohlantirib qo'yishni xohladim. Rahmat, shart emas. Men senga hech narsa kerak emas dedim.
Aslida bu narsani senga to'y kuni berishgan ekan. Sen olmagansan. To'g'rirog'i, xotining axlatga uloqtirib yuborgan ekan. Mana buni ko'r. Menga qizig'i yo'q. Xotinim uloqtirgan bo'lsa, demak, kerak emas matahlar ekan. Sen avvalo rasmni ko'r. Diqqat bilan qara. Senga u turmushga chiqmaganman deganmidi? Qara qizman, meni oilam yo'q degan bo'lsa kerak, a? Meni ahmoq deb o'ylayapsanmi? Bularning hammasi Photoshop bo'ladi, tushundingmi? Meni asabimga tegish uchun senlar shunaqa uyushtirgansanlar. Nazokat bonu unaqa ayol emas. Men unga 100% ishonaman. Gap tamom. Sen nazokat deyotgan Bonuingni sendan avval bir nechasiga tekkanini, 6 ta er ko'rganini, seni 7-chi ekanligingni bilasanmi? Bu tuhmat bu. Bu qip-qizil tuhmat bu. Allo. Labbay. Dugonajon, bormisan? Yaxshimisan? Yaxshi yuribsanmi? Bugun vaqting bormi? Yoningga bormoqchi edim. Xo'p, vaqtim bor. Ha, uyingga bormoqchi edim. Mayli. Mayli-ki. Ishga bormadingmi? Yo'q, sen oldingdan ketgandan keyin boshqa ish topmadim. Mayli, uyda bo'laman. Kelin. Mamutlarni tozalab qo'ysangiz bo'lmaydimi? Mana bu chamadan bechora shu yerda turaveradimi? Voy tavba. Hamma yo'q qo'l izlari. Bu yerda nima qilgansanlar keling? Asabimga tegmalaring. Bo'lmasa o'ldiraman ikkala uyini ham. Jo'nab qol tez. Meni ko'ra olmasdan shunaqa bo'xton to'qidilaringmi? Ha? Uyingda ishlab yurgan ana u 2 ta xizmatching bor-ku. O'shalarning bittasi seni o'gay o'g'ling. Bittasi o'gay kelining bo'ladi. Nazokating o'zini o'g'lim bilan kelinni seni uyingga xizmatkor qilib joylashtirgan. Seni ahmoq qilib yuribdi, latta. Nima? Sen meni haqorat qilyapsanmi? Hozir ikkala uyini ham asfalt so'piga jo'nataman. Bu ish seni qo'lingdan kelmasligini ikkalamiz ham yaxshi bilamiz. Shunaqami hali? Ko'rasan mendan hali bo'lmasam. Sodiq. Bekor qilding-da shu ishni. Seni pichoqlashga kelmagandim. Xotiningning asli basharasini ochgani kelgandim. Seni birpasda o'lib qolishingni xohlamayman. Sen itdek qiynalib bo'lishing kerak.
Said. Tez yordam chaqir. O'lib qolmasin. Allo, tez yordammi? Adres yozib oling. Kir. Voy, rahmat. Voy. Yaxshimisan? Yaxshi yuribsanmi? Rahmat. O'zingda nima gaplar? Yaxshi. Zo'r yangiligim bor. Chetdan uyamoqchiman. Derazalari dengizga qaragan. Tongda quyosh chiqishini, shomda quyosh botishini tomosha qilaman. Massa. Choling bilan ketyapsanmi? Cholim bilan uni boshimga uraman. Qoyil, qaysi pulingga uyamoqchisan? Endi unaqa uylar qimmat tursa kerak. Olaman. Keyin sizlarni ham chaqiraman. Mehmon o'ynaymiz. Ha, qara, o'zi anu cholingni qayoqdan topgansan? Hech ham aytmagansan. Doim sir tutasan. Ishonmaysan. Sobiq xotini tanishtirib qo'ygan. Sobiq xotinni ham taniysanmi? Dugonamiz. Bir narsa aytaman. Hech kimga. Biz sobiq xotini bilan ko'p narsani kelishib qildik. U menga yordam berdi. Men unga. Voy balosan, Nazo. Bunisini kutmagandim lekin. O'rgan. Men hamma narsani o'zgacha qilaman. Ha, qaligi, Nazo, mabodo anu qolib ketgan pulim bera olmaysanmi? Voy tavba. O'zi hayron bo'ldim, nimaga meni esladi? Nimaga uyingga kelaman deb o'tiribdi deb. Ha, yo'q, o'zi seni ko'rishga keluvdi. Hozir esimga tushib qoldi. Pulim qolmagan edi, shunga so'radim. Hozir olib chiqib beraman. Ha, mayli, yaxshi bo'lardi. Tavba. Uyalarmish. Oldin meni pulimni berib qo'y. Opa, endi nima bo'larkinlar? Nima bo'lardi? Endi hammamizni birma-bir tergovga chaqirishadi. Kimni bizga bosh shifokor qilib berishadi? Xudo biladi. Vazirlikdan tasdiqlashadi. Ish qilib, yaxshi odam kelsin-da. Umid qilamiz. Yana avvalgiday hamma ish o'zimizga qolib ketar-kanda. Ishni qo'yib turing. Opaga achinyapman. Endi nima qilar ekanlar? Zulfiya opaga aytsammikan? Balki er yordam berar, har qalay. Qarindoshi-ku. Qilgan ishlariga javob beradigan kun ham bor ekan-ku. Qo'ying. Odamni boshiga ish tushganida bunaqa gaplar gapirilmaydi. Undan ko'ra duo qilinglar. Mushkullari oson bo'lsin. Mayli. Ish vaqti tugadi. E'tiborli bo'linglar. Navbatchilikda qoladigan qizlar hushyor bo'lishsin. Xo'p. Xo'sh, nima buyurtma qilamiz? Sendvich olaylik. Sendvich? Bo'ldi, olamiz. Xo'sh, yana nima olamiz? Qovurilgan kartoshka. Xo'p, mana buni ham qo'shdim. Shunda ikkita pitsa, bittasi qo'ziqorinli bo'ldi. Bittasi nimalik bo'lsin? Ananas. Iye, unaqasi ham bormi? Bo'ldi, uni ham qo'shamiz mana.
mana zakas qilib bo'ldik. Endi buni kelishini kutishimiz kerak. Ungacha nima qilib turamiz? O'yin o'ynaymiz. O'yin o'ynaymiz. Nima o'yin o'ynaymiz? Bekinmacho. Mayli. Mayli. Sizlar bekininglar-chi? Mana men sanashni boshladim. 1 2 3 Bo'ldimi? Yo'q. Bo'ldimi? Yo'q hali. Ketyapman. Qidirgani kelyapman. Hozir Qayerdasizlar? Hozir topaman. Bu yoqdami deng? Topdimmi? Meni topamading. Sanavol. Ay. Biram yaxshi ko'raman, pulli. 50 berishing kerak, lekin mayli, kerak emas. Voy, rahmat, Nazo. Pomada olarsan. Voy, rahmat. Kim ekan bu? Yaxshi-da, baribir pul. Labay. Nazokat bonu. Kim bu? Eringa og'ir ahvolda. Yoniga tezroq bor. Siz kimsiz? Nimaga meni sansirab gapiryapsiz? Eringni ham do'sti, ham dushmaniman. Qaysi kasalxonada? Er kerak bo'lsa, qidirib topasan. Rahmat. Mayli, sog' bo'l. Tinchlikmi? Ishim chiqib qoldi. Ketishim kerak. Ish qilib tinchlikmi? Kim qo'ng'iroq qildi? Ana bu Dildorning otasi. Bular cholimga nimadir qilgan. Ha, yo'q, Ketishim kerak. Mayli. Kelaman yana, xo'p? Yur, birga chiqib ketamiz. Xo'p. Mana endi xotirjam uxlasam bo'ladi. Bu yog'iga ularni tipirchilashini, bir-biri bilan urushishini tomosha qilaman. Chol, ishonadi deb o'ylaysizmi? Ishonadi. Ishonmay qayoqqa boradi? Agar tirik qolsa-chi? Tirik qoladi. Bunaqalarni joni qattiq bo'ladi. Bekorga pichoq aralashdi-da. Uni ruhan ezish kerak edi-da. O'zida ayb. O'zi birinchi hujumga o'tdi. Endi ikki tomonlama azob tortadi. Ham ruhan, ham jismonan qiynaladi.
Bolalar otasiga o'rganib bo'lishgan. O'rganmasin. Keyingi navbat eriniki. Bu rasmlarni Sodiq boy olgani aniq. Demak, Nargis sotibdi. Narsa zakaz qilganman. Hozir o'shani yeb olsin, keyin ketishaveradi. Kerak emas. Sizni uyingizdan meni bolalarim hech narsa yemaydi. Men dadam bilan qolaman. O'chir ovozingni. Hey! O'zi nima bo'ldi? Pichoqlangan. Qon yo'qotganlar. Operatsiya qilishyaptimi? Ha, operatsiyadalar. Tirik qolarmikinlar? Sen bola orqali otasidan o'ch olmoqchisan, to'g'rimi? To'g'ri. Lekin bu noto'g'ri. Tez chet elga bilet ol. Qayerga? Farqi yo'q. Yaqin 6 soatda qayerga bo'lsa o'sha yerga. Hello my friends, welcome back to our YouTube channel. In this video I am going to show you my daily lifestyle, and now you can see the sun is looking so beautiful and I am looking so beautiful. Now I am visiting you my solar panel system. I installed the solar panel system is recently. You can see here my solar panel system. This is my solar panel system. I used few days ago. The solar panel system the solar system is reduce my electrical bill because when I use the solar system, I reduce my electrical bill due to I generate electricity at home with the help of the solar system. It's I have already paid the bill of electricity every month minimum $100 to $200 maximum. Now I have just bill of electricity $20 to $50. Almost I save my income of around almost maybe 70 to $170 save my income of solar panel system. And now I show you my vlog and my daily lifestyle and my village. You can see the beautiful looking of our village. I am living in the Pakistan and I am living in the Pakistan villages, not in a city. I live in the village because this nature is never asked me to leave him, because I am very happy to live in a natural you can see the most beautiful looking. Now you can see the most beautiful looking the background because it's so handsome and beautiful. Now I will show how many animals I have in my villages. You can see the animals. Now we go there and I will show my animals. I have multiple goats. You can see this is the cow, baby cow. This cow is not give us a milk. It is a simple cow. Now you can see here the two baby cow, three more baby cows. After of 1 year they are ready to give us the milk and ready to meat. You can see the beautiful looking. Now I am travel to my
a farmhouse. You can see my farmhouse. This is my first time to make a vlog in English language, because I am before I make a vlog, so many vlogs, but all the vlogs in Urdu local language. Now my father and my grandmother is waiting for me. I cannot see you, my father and my, because they don't want to go on camera. My father is ready. केड़ी एमरल हाँ तो एमरल में आखी वो आ जाती एमरल ही आ जाती तो दूई भी आ जाती हाँ बस आ दूई दी कोई टेंशन नहीं आ लाभ जावे ना मैं दोनों आख छड़ी एमरल ही तो दूई मेरे को पर्ची है शुगर वास्ते my father asked me to buying some medical for my grandmother because he have sugar problems in their lives. We use the medicine of Ambril. Ambril medicine is the best for the sugar. To when my grandmother have a high time the sugars, he reduced when they use when she used the Ambril medicine, the sugar was reduced as their normal routine. Someone, you can see the sunset is looking so beautiful. In our last vlog I will share you my animal is sick. This one my animal was sick. Now you can see here my beautiful animals and the most expensive. Now I will show you what's the animals the price. I will share the price of every animals according to our villages and as a Pakistani prices. The UK USA base is the most expensive, but Pakistan is the low price. This one goat is just $200 and this one is $220, $250. This one is this one is $150. This one is $150 almost, and this one is $200 because there is a breed is so expensive and this breed is so expensive, and this one is almost $500. This one, and this is just almost $300, and this one is $100, and this one almost my all the animals is average price is almost $4,000. My animal prices. Now my father is here to take care of all the animals, because we don't know how to take care of the animals. My father is now how to take care about the animals when he gives him to eat, and when he gives the drink of water. He have full information about the animals, means he have PhD in the animals farming. We don't know about the animal farming. We just give him to money for the animal farmings, and they buy the goats and they will make a good production for our animal. Now you can see the few animals is eating the food, their food here,
and I am making the vlog. It is my first time to making a vlog in English language. I hope you will understand and you will enjoy my vlog. I hope I will make more vlogs about in English language. My English is so weak, but I will try to my best make a good vlog for and informative vlog. This is animal. अब अफजल भाग गया अपने नेट से अफजल नेट से क्या रियाती है वे एक बिरा जावे दूआ बिरा न जावे मैं नहीं दसो आज मैं ही चला जाऊंगा ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨੇ ਸਚਨ ਭਾਈ ਨਾ 2 ਮਿੰਟ Now I am asked हाँ हाँ यही है यही है My father asked me I asked to my father to go and play the volleyball. It is the volleyball is the most popular in our country Pakistan, and we play the volleyball. Volleyball is our favorite video. Volleyball is our favorite thing, favorite play. We play the volleyball with so excitement, and the volleyball is give us to best exercise when we throw the ball and when we come back. Now I am traveling to go. Now I am traveling to go to playing the volleyball. You can see the here some people is playing the volleyball. I am waiting. I am walking. I am walking to go there and play the volleyball. If they have a space to play with me, then I will play together with him, with both of them. If they don't have a space, I will watch their games and enjoy them. When I'm making a vlog in English language, some people are watching me is so some people are watching me as something is the different is happening here of making a vlog like that. When he see at first time someone is making the vlogs, because our villagers and our local cities don't have any vlogger to make a vlog videos and share their lifestyles, because don't have he joking me to how to make a vlog. We are crossing the road and everything, because they jokes me, you don't going viral when you have the making the vlog in English language and the local language, because you don't have the experience and you don't have the talent to make a vlog. But I am very sure that I have a talent to make a vlog, and I will share my lifestyle and people watch, and people is very happy to see to making a vlogs videos. I hope you will understand my language, because I don't have experience to make a videos in English language, because our local language is Urdu, and I will try to make a vlog in Urdu language. But it is my first time to make a vlog in English language. I will try to my best and making a vlog of beautiful scenes. I hope you will understand. Now you can see here my friends are playing the games. I am waiting. If they have a space, then I will play him together. You can see, and this is my uncle hotel.
This hotel is around about 1 to 4 canals area, required area, and they have most space. And you can see the time, the sun is the set. Now you can see this man is jokes me on because I am making a vlog. They guide me how to make a vlog, but he don't know how can make a vlog. हाँ चिंगे लेंदा पे मेरे हैं मेरे चिंगिया लेंदा पे हैं अस्सलाम वालेकुम पप्पू लगदा मैं नामना पवना है पप्पू I asked him to you need me for winning the match. They have a lot of space. Now I stop the vlog and play the game with his. Goodbye. I will see you in other vlog video.